Tezkor xabar. 2025-yilda shou biznesda eng ko'p muhokama qilingan mavzular. 2025-yil o'zbek shou biznesi uchun nafaqat yangi ijodiy ishlar, balki keskin bahslar, mojarolar va og'riqli voqealar bilan hamda yodda holda mashhurlarning ayrim qarorlari, sahna o'rtadagi mojarolar, sud jarayonlari va ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan voqealar jamoatchilik e'tiborini tortdi. Yakunlangan yil davomida muhokamalar markazida bo'lgan ushbu voqealar shou biznes olamining yorqin sahnada o'rtada qanday murakkab, ba'zan adolatsiz jarayonlar kesishini yana bir bor ko'rsatdi. Keling, 2025-yilning eng ko'p bahs-munozaralarga sabab bo'lgan mashhurlar va ularning atrofidagi voqealarni birma-bir eslaymiz. Kokosh reklama sabab og'ir ahvolga tushdi. Kokosh taxallusi bilan tanilgan 33 yoshli bloger Kamila Abduqodirova Toshkentdagi klinikaga o'tkazilgan operatsiya oqibatida og'ir ahvolga tushib qolgani haqida xabarlar ijtimoiy tarmoqlar muhokamalariga sabab bo'ldi. Bu jarohatni gematoma deb o'ylaganman, menga shunday aytishgan. Tanish shifokorlar buning nekoz tirik organizmdagi hujayralarning nobud bo'lishi ekanini aytishdi, degandek Kamila Abduqodirova. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.